Assalomu alaykum hammalarga. Xo'p, xudo xolasa keyingi mana zakazlarimiz ham tayyor bo'ldi. Bu yerda Qarshi Velosipedda MDFdan 5 teshik, 5 dona rom tayyorlab berganmiz. Hozir oynalarni solib tayyorlayapmiz. Xo'p, bularimizni hozir sizlarga qisqacha ma'lumotini berib o'tamiz. Qolganini ustanovkadan keyin hamma ma'lumotini to'liq narxlarga tushuntiramiz. Hozir ozgina ma'lumot berib o'tamiz. Xo'p, razmeri keladigan bo'lsak, bir qanotligimiz eni 95 ga, bo'yi 245. Ikki qanotligimiz eni 118 ga, bo'yi 245. Zamoylarini 10 ga chapga qilib, uyga kirish xotiga moslab qo'yib berganmiz. Xudo xolasa mana aynalari solinyapti. Mana bunisi bo'ldi. Bunisiga ham solyapmiz. Xo'p, eshiklarimizni Qarshi Velosipedda qilib qo'yib berdik. Laklarini glansiga qilib qo'yib berganmiz. Hozir ozgina shomga yaqinlashgan uchun svet sal toblanib chiqyapti. Xudo xolasa syomkalardan keyin bafurja qo'yamiz. Xo'p, bularimizni MDFlarimizni materiali qalin 08 laminat MDFdan qilingan. Bu yog'i 08 bo'ladi. Xo'p, nalishlarimiz ham 10 sm. Xo'p, korobkalarimiz eni 10 sm, bu yog'i qalinligi 4,5 sm. Baquvvat korobka kesak deyiladi. MDFimiz ham qalin MDFdan qilingan. 08 rekalar bilan preslangan holatda qalinligi 4,5-4,6 sm bo'ladi. Bitta eshigimiz ham 2 kishi ko'taradigan og'irroq baquvvat eshik. Zamogimiz har doimdek millioniy sinaqda yaxshi zamog, bilasizlar, doim shundan qo'yamiz. Xo'p, har doimdek chaspagini qurg'osini otmasdan orqasiga 1 sm rekani qatirib, ustida MDFni otganmiz. Bularda shumkalar qilib, rezinkalar qo'yib ikki tomoniga ochib yopilgan tixo yopilish uchun shu holatda qilib berdik. Bu shumkasini ham oddiy yopishtirmaymiz, shunga moslab zahro ochib ustanovka qilamiz, oddiy qo'yib qo'ymaymiz. Xo'p, oynalarni pastiga gullik, tepasiga sidon solganmiz. Solganda har bitta ko'zini germetikkalab chiroyli holatda solganmiz. Mana xudo xolasa hozir solinyapti. Germetika joylarini ham olamiz, ko'rasizlar. Xo'p, derazalarimiz keladigan bo'lsak, bu usta turganlari nima ekan demanglar, bular o'zini padokomnilari. Derazamizni ham taxchalarga rangiga patsvet qilib, chiroyli holatda padokomnilarni ustanovka qilib berganmiz, shu narxlarda ichida. Xo'p, derazamizni eni 140, bo'yiga 170, 5 ta romimiz bir xil razmerda. Xo'p, bularimiz ham har bitta ko'zlarini germetkalab chiroyli holatda qilib berganmiz. Ochib yopganda taraqlab, yurganingizda tiqramasligi uchun chiroyli shumkali qilib berganmiz. Xo'p, padokomnilarimiz uzuni 1,5 metr. Xo'p, eniga 45 sm-lik katta padokomnidan qilingan. Xo'p, bir qanotligilarimizga ham shumka qilib berganmiz. Xo'p, mana chekkalarida tepa taraflarida shumkalar bo'lgan, tepada rekalari ham 4 ga 3,5lik baquvvat reka qilingan. Kraskalari ham qo'yintirib, chiroyli holatda bo'lgan. Laka yoki kraskasi cholib qolgan joyi yo'q. Chiroyli holatda. Hozir bu ustaxona turgan uchun ozgina chang artgandan keyin ular juda ham chiroyli chiqadi. Romlarimizga chiroyli turish uchun o'ziga yarasha qilib, oz-moz bezaklar berib, chiroyli qilib berganmiz. Endi bu yerda bu hozir terilib turibdi. Xudo xolasa xonadonga borgandan keyin bular o'rnatilganda bitta liniyaga teriladi. Bu juda ham chiroyli chiqadi. O'rnatganda ham quruq pena bilan emas, podves qatirib, dubl muxta qatirib, mustahkam qilib beramiz. Xudo xolasa ularni ham syomkada xonadondan o'rnatgandan keyin qo'yamiz. Mana oynalarimizni solganda har bitta ko'zlarini germetikka qo'yib, tiraqlamasligi uchun, sovuq kelmasligi uchun oson sinmaydi, baquvvat turadi. Shularni oldini olib, shu holatda solamiz, quruq mixlamasdan. Shu narxlar ichida shu ham bor. Xo'p, bularimizni o'zimiz Andijonda, aeroport tomonga Hakan degan joyga tayyorlab berdik. Ustaxonamiz o'zi Andijon viloyati Buloqbosh tumanida. Shu katta sex, alohida ustaxona, shu yerda o'zimiz yasaymiz. O'zimiz transportlarimiz bor. Xudo xolasa ikkita laboga yuklab olib boramiz, chunki buni hammasini yuklasak bir-birini ezib qo'yish mumkin. Shuning uchun ozginadan yuklab, shilinmasdan chiroyli qilib olib boramiz inshaalloh. Nomerimiz 99 607 69 00. Ishlar yoqqan bo'lsa bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Telegram, WhatsApp, emaillar bor. Aloqaga chiqib razmerlarni bersanglar, xudo xolasa shunaqa chiroyli sifatli holatda narxlarga hisoblab beramiz. Ma'qul kelsa, dogovor qilamiz. Ish boshlashdan oldin o'zimiz borib o'lchab, eshiklarda o'nchapi katta kichik emasligi uchun chiroyli holatda o'lchab olamiz, yana olib borib o'rnatib beramiz. Ob'yomlarga qarab, eshiklarda oz ko'pligiga qarab, ustanovka, dastavkalarini kelishilgan holda chiroyli holatda qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Nomerimiz har kuni yoniq. Hammalarga rahmat. Salomat bo'linglar, kuzatishda davom etinglar. Ajoyib yana rangda, fasonda MDF yog'och eshiklarimiz bor. Xudo xolasa birin-ketin hammasini qo'yib boramiz. Hammalarga rahmat, salomat bo'linglar.